Qurbonlikni so'yingda hech kimga bermang. O'zingiz pishirib yeng. Xonadoningizda saqlang. O'g'lingiz, qizingiz, keliningizga bo'lib bering, begonaga bermang. Bo'ladimi? Bo'ladi. İmkoniyatimiz bemalolroq. Birodar, suyingda 3 bo'lakka bo'lang, tavsiya. Bir bo'lagini zaxira qiling, bir bo'lagini pishirib yeng, bir bo'lagini xom holatda qo'shnilarga tarqating. Kim xohlasa hammasini ehson qilmoqchi, bemalol. Kim xohlasa hammasini pishirib bermoqchi, bemalol. Kim xohlasa yarmini pishirib berib, yarmini xonadoniga zaxira qilmoqchi, bemalol birodar. Maqsad nima? Maqsad so'ysangiz bo'ldi. Qonini oqsangiz bo'ldi. Undan u yog'ini o'zingiz bilasiz inshaalloh. Bugun qurbonlikka bel bog'laylik bugun. Qurbonlikni baquvvatini